bu o'quvchim menga olib kelgan yozuvini to'g'risi men o'qib judayam hayratda qoldim. Hammaga salom, kanalimga xush kelibsiz. Meni birinchi marta ko'rayotganlar uchun o'zimni tanishtiray. Ismim Ruzana. Istanbulda deyarli 9 yildan beri yashayman va O'zbekistonda turk tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga repetitorlik qilib kelmoqdaman. Bugun bu videoni olishimdan maqsad esa yaqin kunlarda bir A2 darajasidagi o'quvchimga yozma uyushisi bergan edim. Uyushisi aytiladimi shunaqa. Matnning mavzusi esa O'zbekistondagi biron bir mashhur bo'lgan asar yoki kino yoki qo'shiqlardan birini tarixini yozib kelish kerak edi va bu o'quvchim menga olib kelgan yozuvini to'g'risi men o'qib judayam hayratda qoldim. Birinchisi bu matnning ma'nosi meni judayam ta'sirlantirdi. Ikkinchisi esa A2 darajasidagi o'quvchimning bunchalik darajada ravon bir tarzda yozgani meni o'ziga hayron qoldirdi deb aytsam bo'ladi. Qaysi asar ekanini esa hozir o'zingiz eshitib olasiz. Menimcha judayam siz ham hayron qolsangiz kerak. Chunki bu narsani hamma biladi deb o'ylamayman. Bilmagan bo'lsangiz va bilib olgan bo'lsangiz sizdan bitta layk bo'ladi. Layk bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Qani boshladik. O'zbekistonda Marg'ilon shehrimizga ait olan bir şarkı var. Kargalar uçsa bakalım Marg'ilon'un yoluna diye. Biz de bu şarkıya genelde düğünlerimizde dans ederler. Ancak bu şarkının tarihçesi hiç de bu kadar eğlenceli değildir. Özbekistan Sovyetler altındayken Marg'ilon'da bir grup erkeklerimiz yönetime karşı baş kaldırmışlar. Ama ne yazık ki yöneticiler tarafından erkeklerin tümü katledildi ve cenazeleri sütunlara asılmış. Böylelikle cenazelerden çıkan kokuya çok büyük bir miktarda kargalar uçup gelmeye başlamışlar ve artık Özbekistan'da herkes kargalar uçtuğunda Marg'ilon'da katledilen birileri olduğunu anlıyorlarmış ve bu olay şiir olarak kayıtlarda kalmış. Ya'ni men haligacha to'g'risini aytaman, har o'qiganimda bir g'alati bo'lib ketaman. Chunki bolaligimdan beri bu qo'shiqqa to'ylarda qilpillab o'ynashar edikda. Siz nima deb o'ylaysiz? Buni bilarmidingiz, bilmasmidingiz? Menimcha izohlarga yozib qolishingiz kerak bo'ladi. Bunga o'xshagan biron bir tarixi boshqacha bo'lgan yoki bilinishi kerak bo'lgan qaysi qo'shiqlar yoki kinolarni bilasiz? Iltimos yozib qoldiring. Va turk tilida qaysi mavzularni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qaysi mavzular haqida video olishimni xohlasangiz, iltimos izohlarga yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat, ko'rishguncha.